Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana bugun ko'rib turganlaringiz, xudo xolasa Toshkentga Botir akamizga nasib qildi. Zakaz berishgandi. Mana yangi tor zakaznoy professional doira. Mana birinchi doiradan boshlaymiz. Doiramiz 36 razmerda professional zakaznoy doira. Materiali rossiyskiy klyon yog'ochidan yasalgan. Mana mol teri qoplangan. Birinchi qoplanishida doiraga yubka parda qoplash kerak. Nimaga desa, gardishni shikastlamaslik uchun. Keyingilarida o'rtacha qalinroq parda urib borilaveradi. Endi men doira chalishni bilmayman, lekin sifati zo'r. Doirachilar bir ko'rishda bilishadi. Endi torga keladigan bo'lsak, o'zlaringiz yasagan oltin tor, mana figuralariga e'tibor bersangizlar, kosasi tut daraxtidan, dastasi o'rik, golovka yong'oq. Bizda torlarga necha yil desangizlar, umrbodga 100% garantiya beriladi. Nimaga desa, bizda materiallar 7-8 yil, 10 yillab, 20 yillab ham quritib qo'yiladi. Shunaqa. Bu yangi payti Ozarbayjonda ham, Xorazmda ham tor sariq bo'ladi, yangi yasalgan tor. Keyin yil o'tishi bilan o'zi korishnoy shikolat rangiga kirib boraveradi. Mana torni jarangiga eshitib baho berasizlar. Chalingan sari yildan yilga og'izlari ochilib boraveradi. Torlarning narxi $600 boshlanadi. 600-700 dollar sadafli torlar $1000 $2500 ketaveradi. Bu qo'l mehnati. Bu masalan 1-2 yil ishlatib tashlab yuboriladigan narsa emas, umrbodli narsa. Shuning uchun narxini ham to'g'ri qabul qilinglar. Iloji boricha sifatli instrument olsangizlar, umri uzoq bo'ladi. O'zlaringiz ham mazza qilib chalaverasizlar.
xohlasa, kimga shunaqa yaxshi tollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zlarimiz dastavkalarni ichida qilib chiroyli qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.